Assalomu alaykum. Sabah ovozliq asarlari kanaliga hoş geldiniz. Kanalimizda Qaynam o'rkishi, Manas daryosidan qaytish, Chala tekkan o'q, Anjambay, Sarson ruh, Qanliq iz qatorliq tarixiy romanlar va Sobit Domillamning qisqacha tarjimali, Xo'janiyaz hojining ish faoliyatlari qatorliq asarlar bor. Asarlarimizni yoqtirgan bo'lsangiz, do'stlaringizga va boshqa to'plarga tavsiya qilishni unutmang. Rahmat. Endi anglaydiganlar, Qashqar Uyg'ur nashriyati 1999-yil 4-oyda birinchi qatim nashr qilgan roman Sarson ruh, avtori Ahad Turdi. Ikkinchi qism, 13-bob, ilohiy so'ygu. Birinchi. İnsan hayoti xuddi kechalari chaqnagan chaqmoqdek tez o'tib ketadi. Odam 5 yil, 10 yil burun bo'lgan ishlarni texi hililab bo'lgandek eslab, shu aslamlar ichida o'zining cho'ng bo'lganligini, qirib ketayotganligini tuymay qoladi. Tirikchilik yo'lida jon tikib o'tayotgan mushkul vaqtlarmi xuddi daryo mavjidek birining kaynidan biri sho'xliq bilan qo'g'ilishib o'tib ketaveradi. Milodiy 1980-yili sentabr oyi Akbar uchun to'limu xosiyatlik qutlug' oy bo'ldi. U bu yil to'p-to'g'ri 48 yoshga kirib, qaranliq yeshidagi yetilgan er bo'lib qolgan edi. Akbarning qop-qora qo'yiq buruti, oq arilgan ko'tmak saqli, qo'ng'ir ranglik do'g'lak yuziga, qomatlik bastiga yarashib, uni texmu salobatlik ko'rsatdi. Uning mushu turqi dadisi Atxonning buningdan 32 yil burun haj safari ishqida yurgan vaqtidagi turqiga quyib qo'ygandek o'xshaydi. Birla o'xshashmaydigan yeri, Atxon o'chog'da beshiga yeshil manpu do'ppa, uchisiga uzun pancho yektak, putiga shipak kash kiyib olgan edi. Akbar bo'lsa hozir uchisiga Angliyada tikilgan beg'ir ranglik esil shim kostyum, putiga Italiyaning dangliq shibletini kiygan, kostyum burulkiga parlab galstuk taqgan, Fransiyaning xushbo'y atrsini chechib, charlashgan chechini maylab, xuddi chet ellik mehmonlarni qabul qilmoqchi bo'lgan diplomatlardek salofat bilan mag'rur holatda turadi. Demisimi, Akbar bugun savdo diplomati sifatida safarga chiqmoqchi. Bu safar uning uchun odatdagi safar emas, balki u 30 yildan beri zarqib kutgan, to'la kutib yuraklari qag'jirab ketgan qutlug' safar edi. Saudiya hukumati Akbarning bu yil Guangzhouda ochiladigan savdo yarmankasiga qatnashish iltimosini tasdiqlagan edi. Bu fursat uningga oson kelmadi. Agar Haris uni ashundoq yangi uchur bilan ta'minlamagan bo'lsa, vatan tuprog'ini tavob qilishdek bundoq oltin fursat uningga yana nisb bo'lmagan bo'ladi. Haris uningga bir kuni "Sening vataningning janubidagi Kanton degan shaharda savdo yarmankasi o'tkaziladi ekan. Shuningga qatnashishga urinib boqmamsan. Yarmankadan keyin yurtingga berish imkoniyati tug'ilib qolsa ajab emas" degan yangi xabarni yetkazdi. Akbar bu xabarni anglabla butun vujudi bilan mushu ishga chapdi. Munosabatlik o'rinlar bilan so'zlashdi. Hukumatga iltimos sundi. Uzoq o'tmay Saudiya hukumati uning iltimosining tasdiqlanganligini uqtirdi. Shu kuni xushalliq va hayajondan Akbarning yuragi yerilib ketgili tas qoldi. Bola-chaqa, urug' tuqqan va yurtdoshlar uning uyiga jam bo'lib, bu odamcha xushalliqni tantana qilishdi. Akbar bu xushalliqni shu minutda Amerikaning Harvard universitetida o'qiyotgan o'g'li Armonga telefon orqali yetkazib, uningmi ko'nglini shodlikqa cho'mdirdi. "O'g'lim Akbar, sen uchun faxrlanamiz", dedi. Chat soqollari oqirib qirib qolgan Musa Danqan uning qo'lini mahkam tutib, "Sen yurtga borganda ikki ko'z bilan emas, bizning ko'zlarimizni qo'shib 1000 ko'z bilan yurtga qarag'in. Ikki dunyolik salmimizni yetkazgin. Men qirib qoldim bolam. Agar malol ko'rmasang, qaytishingda yurtning tuproqidan bir o'chum olg'ach kelgin. Men uni yostiqimning ostiga qo'yib yatay. U mening yerlikim bo'lib qolsin.
Shu gaplarni qilib Musa Danqanning ko'ngli yerim bo'ldi. O'zini tutolmay esa deb bo'zlab, xili uzoqcha ezilib yig'lab ketdi. Hozir Akbar bilan Musa Danqan qudubaja edi. Musa Danqanning Makkada tug'ilgan o'g'li Abdulla o'tgan yili Angliyadagi aviatsiya mexanizmi kasbini puturib kelgandan keyin Jiddadagi xalqaro aerodromga aeroplan texniki bo'lib o'rinlashgan edi. Ikki oilaning kelishishi bilan Akbar cho'ng qizi Tojgulni bu yil 2-oyda Abdullaga yotliq qilib bergan edi. Xushalliq oxir birib yig'izlarga aylanib ketdi. Musa Danqanning kepi hammalarning yurak bag'rini ezib, ularni hamma odamning beshiga keladigan o'lim to'g'risidagi mash'um xiyollarga va yurt, vatan, ona tuproq to'g'risidagi yiqimliq tuyg'ular olamiga elib ketgan edi. Mehmonlar birdam yig'lab, birdam kulib, oxir nurg'un yaxshi orzu istaklar bilan Akbarning bu qitimqi qutlug' safariga oq yo'l tiladi. Shu ishdan 3 kun keyin Akbar xalqaro aeroplanga o'ltirib, Jiddadan Shanganga qarab yurib ketdi. Suratni ranglar, binoni naqshlar bizigandek, Guangzhou savdo yarmankasini jafokash Junxo millatlarining ishchan qo'llari shundoq ko'rkam va go'zal qilib bezayotgan edi. Akbar uzoq yillardan beri yuragida saqlab, so'yib, e'tiborlab kelgan vatan tuproqiga qadam qo'ygan, ashu kuni o'zini dunyodagi eng baxtli kishi deb his qildi. Vatan uni illiq quchqiga oldi. Janubiy diyorning namxush havosi Akbarning qalbidagi tashnalikni qondirdi. Rang-murang gul giyohlarga to'lgan go'zal, munbat tuproq uning ko'zlariga nur, ko'ngliga shodlik baxsh etdi. Akbar savdo yarmankasining Şinjan Uyg'ur Avtonom rayon degan viviskasi bor bo'limiga kirganda, hayajondan texmo mast xush holatga kelib qoldi. Bu yer xuddi Qoshtishi o'rdasidek nur va haroratga to'lgan edi. Lekin Akbarni mast xush qilg'ini bu yerdagi go'zallik va ko'rkamlik emas, balki ona sutidek poklik va ona hididek xushbo'ylik purab turgan Fayzivatning qo'g'ini bilan ana diyorining rengarang manzarasidek julalinib turadigan yakanning shoyi atlisi edi. U qo'g'indan to'yg'ichi yedi. Tanlari yayrab, yuragi o'ynab ketdi. 32 yildan beri Akbar yeb ko'rgan nurg'un mevalar uningga munchlik huzur beg'ishlamagan edi. Ana tuproq bag'riga qongan, yurtning erkak suyini ichib pishgan bu qo'g'inlarning ta'mi, hidi va rangi boshqacha edi. Qo'g'inning shirin ta'mi oldida hasalmu, navatmu bir chetda qolatdi. Qo'g'indan ana sutining yiqimliq hidi keladi. Uning torlashgan qaramtul rangi va ayni o'zini yaratgan jafokash dehqonlarning purim-purim qo'riq bosgan qo'ng'ir rangiga o'xshab ketadi. Akbar bir necha kungacha osh tamoq o'rnida qo'g'in yedi. Yegandimu o'z vaqtidagiga o'xshash kasalab, qirib, suyiga nonchilab yedi. Shoyi atlasdan bir necha top setib olib, yostiq o'rnida beshiga qo'yib yotdi. Yurtdoshlari bilan o'z ona tilida erkin, ozoda so'zlashib, nurg'un yangiliklardan xabar topdi. Savdo yarmankasi tugaydigan kuni bir boshqurg'ichi xodim uningdan: "Afandim, endi qaytamsiz yoki Jungoni ziyorat qilamsiz?" deb so'radi. U ishkilanmay darholla: "Ziyorat qilaman. Texi boradigan, turadigan nurg'un yerlarim bor", dedi. "Undaq bo'lsa, biz Beijingga xabar qilayli", dedi hiliqi xodim. "Sizni mamlakatlik muhojirlar ishxonasidagilar kutib o'rinlashtirdi." "Bo'ladi, rahmat sizlarga", dedi Akbar va hiliqi xodimga o'zining shirkati salom nomida Yaponiyada ishlangan nafs soatdan birini sovg'a qildi. Akbar Guangzhou savdo yarmankasi oxirlashib 2-chi kuni aeroplan bilan Beijingga keldi. Degandek, aerodromda uni mamlakatlik muhojirlar ishxonasidan chiqqan bir xizmatchi kutib oldi. Atsi Akbar muhojirlar ishxonasiga kelib Uyg'urcha til bilan o'zining talabini aytdi. "Men Qashqariyaga boraman. Shu yerga yo'l qilib qo'yinglar." Lekin uning gapini hech kim uqmadi. Ishxonadagi 3 odam bir-biriga qarashganicha hangvaqib o'ltiradi.
Akbar ikkinchi qitim arabcha so'zladi. Yana hech kim uqmadi. Balki burunqidanmi bakrak hayronlikda bir-biriga qarab boshlarini lingshitib qo'yishdi. Akbar ichidan tit-tit bo'lgan bo'lsa-mu, lekin o'zini besilib bu qitim aldirmay, dona qilib inglizcha so'zladi. Xudoga shukri, ular har holda gaz yoki gacha emas ekan. Aradan birisi inglizcha chalib pula bo'lsa-mu, "Apandim, siz xatolashdingizmi qandoq? Bizda Qashqariya degan yer yo'q", deb javob berdi. Akbar taajjub ichida turib qoldi. U o'zining xatolashmaganligini bilardi. Chunki Akbar haj safariga minishdan burun va keyin o'z yurtining ismini ba'zi kishilarning, bo'libmi chet elliklarning Qashqariya deb ataydiganligini nurg'un qitim anglagan edi. U endi o'zi cho'ng bo'lgan yerning naq o'zini aytish maqsadida "Qashqariya degan yer bordi", dedi hiliqi inglizcha biladigan xodimga qarab. Hiliqi uchaylan uning alpozi qarab bir oz jiddiylashgan bo'lsa-mu, ammo yanila petidan tushmay o'zaro bir narsalarni deyishib, parvosiz o'ltiraverdi. Shu chog'da Akbarning ko'zi udul tomga esilgan Jungo xaritasiga tushib qoldi. U darhol xaritaning oldiga kelib, Qashqarning o'rni bor yerni topdi va bigiz qo'li bilan ularga ko'rsatib turib, "Bu yer Qashqariya bo'lmay nima? Yoki bu yer shahardan yo'qolib ketdimi?" dedi zarda bilan. Shu chog'da ishxonaga xuddi osmondan tushgandek bir chet ellik kirib qoldi. U Iroqlik Ahmad Kozim degan odam bo'lib, Beyjingdagi chet el tili institutida arab tili darsi o'tadi va Jungoning arab tilida chiqadigan bir jurnalida qo'shimcha ishlaydi. Xanzuchini xili ravon so'zlaydi. Bugun u bu yerga Bag'dodda turayotgan bir Jungo muhojirining havoli ishi bilan kirgan edi. Akbar bilan ikkisi qizg'in ko'rishdi, ahvollashdi. Ahmad Kozim Akbarning muddaosini uqqandan keyin, "Hojim, sizlar hozir Qashqariyaga borman degan gapni qo'yib, Urumchiga boraman desizlar", dedi u samimiy maslahat berib. "Ular hozir Qashqariya degan so'zni ishlatmaydi. Ham bu ismning tilga ilinmaganiga uzoq bo'ldi. Qashqar muayyiq shahar, sirtqa tixi ichilmadi. Sizlar avval Urumchiga borsizlar. U yerda sizlarga tonish odamlar bor. Dinlari, millatlari o'xshash. Ularga maqsadlarini aytsizlar. Inshaalloh ular sizlarni Qashqarga yo'lga silib qo'yishi mumkin. Bo'ladi. Maslahatlarga rahmat", dedi Akbar. Ahmad Kozimga tashakkur etib, "Endi sizlar bularga ahvolni tushuntirib qo'ysalar." Ahmad Kozim tarjimonlik qildi. Baya til bilmaslik sababidan ba'zi uqishmasliklarning bo'lganligini, Akbarning asli Shinjonglik muhojir ekanligini, bu qitim Urumchiga boradiganligini ularga tushuntirdi. "Urumchiga borsa bo'ladi", dedi liqi xodimlar ahvolni tushungandan keyin. "Biz u yerdagi muhojirlar ishxonasiga uqtirib qo'yaylik. Ular bu kishining holidan xabar oladi." Akbar atsila muhojirlar ishxonasidagilarning yordami bilan aeroplan bileti ilib Urumchiga minish taraddudini qildi. 3. Rost. U bu yerda nurg'un tonish til, tonish chiroy, tonish dindiklar bilan uchrashdi. Akbar burun Qashqarni yurtmu, vatanmu, dunyomu shu deb biladi. Shunga bu ism qalbiga mangu o'chmas obida bo'lib o'rnab ketgan edi. Bu ismdan boshqa ismlarni u qalbiga sig'dira olmaydi. Vatan degan muqaddas tuyg'u bilan his qilmaydi. Lekin bu qitim u Guangzhou savdo yarmankasiga kelib, vatanining bakmu cho'ng, bakmu kang, bepoyonligini, vatandoshlarining bakmu ko'p hisobsizligini, hamma yerning o'xshashla go'zal obodligini o'z ko'zi bilan ko'rdi va yuragi bilan his qildi. Bugun Akbar o'z yurti atalgan bu qadimki go'zal va boy zaminning markazi bo'lgan Urumchi ko'chalarida yurib, bundaq yiqimliq ta'sirotni yana bir qatim o'z beshidan o'tkazib o'tadi. Bug'doning oppoq qor ostida yotgan uchma cho'qilari, Qizil tog'ning yupqa tuman ichida ranglanib turgan yop-yeshil manzarasi, xalq teatrining quyosh nurida yaltirab turgan oltin rang qubbasi, shaharga tog' havosi ilib keladigan Urumchi o'stingining o'ynoq arka suyi,
Akbarning qalbida yangi başdan yurt muhabbeti bilan tabiat sevgisini uyg'otgan ilohiy his tuyg'ular bo'lib qoldi. Ürümchida onunğa avtonom rayonluq muhacirlar ishxonasida ishlaydigan Isamiddin ismlik bir odam hamroh bo'ldi. O'ttira yoshlik, qaramutuq, qaraqash kelgan bu odam xushfe'l, xushchiroy bo'lsa-mu, lekin o'z ustidagi boshliqining og'zidan chiqqan o'rnini zoya qilmaydigan, ular nima desa shunala shatutidek takrorlaydigan yavash, itoatchan odam edi. Akbar kelgan kunining 3-kuni Cuma bo'lib qoldi. U Isamiddindan tinglab so'radi. Bu yerda Cuma namozi o'qig'idek cho'ngroq ozna masjidlar bormi? Bor, dedi Isamiddin aldirab. Nanmang masjidi, Baytulloh masjidi, No'g'ay masjidi deganlarning hammasida Cuma namozi o'qiydi. Amsa Baytulloh masjidiga borayli, dedi Akbar. Bu ism qo'liqiga chiroyli anglanib, "Bo'ladi, men sizlarni boshlab boray", dedi Isamiddin va bir oz turilib jiddiy talaffuzda qo'shib qo'ydi. "Juma namozini o'qib bo'libla qaytib chiqsizlar, Qur'on o'qimasizlar." Akbar turibla qoldi. Isamiddinning so'zlari uningga g'alita tuyuldi. U chiroyini purishtirib, taajjublangan holda mundoq dedi: "Afandim, masjid degan Allohga ibodat qiladigan yer. U yerda Qur'on o'qimay nima ish qiladi?" "O'g'o, shundoq. Lekin za", dedi Isamiddin o'duqib duduqlab. "Sizlarning bu yerga tunji qitim kelishlari, sizlarni asramasak, sizlarning omonliklarini o'ylashmasak bo'lmaydi." "Rahmat", dedi Akbar Isamiddinning qandaqdir tanqislik ichida qolganligini sezib, "Menga ko'ngil bo'lishganlarga rahmat." Shu kuni Cuma namozidan keyin yana bir ish yuz berdi. Akbar ketib yo'l bo'yida bir odamning 10 yoshlik o'g'li bilan üzüm setib o'ltirganligini ko'rdi. Sivatga liq qachilangan kahravodek sarg'ayib pishgan munoqi üzümlar Akbarning ko'ziga issiq ko'rinib, og'ziga seriq suv yig'di. U baqqalning oldiga kelib dastlab muloyim salomlashdi. Ondan üzümdan 1 kilogram tortqizib, 50 yuanlik tashqi perevod biletidan birini berdi. Baqqal pulning orqa oldiga qarab, "Hocam, bu pul bak cho'ng ekan, yondurolmayman", dedi o'zira aytgandek talaffuzda. Shu chaqda mashrang forma kiyib olgan bir bozor boshqurg'ichi kelib, baqqalni qirqirtib turib, 2 yuan 50 pung boshqurish haqqi ilib ketdi. "U noinsoflar", dedi baqqalning o'g'li, "Heliqi bozor boshqurg'ichining orqasidan kayib. Texi 1 punglik savdo qilmasak, 1 monch pulni ilib ketayotganini." Akbarning baqqal bilan uning qosh talay o'g'liga ichi og'ridi. Ular har kuni mushundaq birer sivat meva-cheva setib, shuningdan qolgan 4-5 tanga pul bilan tirikchilik qilayotgandek ko'rinadi. "Bo'ldi aka, yondurmisizlar?" dedi Akbar mingishqa tamshilib. "Hammasi sizlarda qolsin." Kutilmaganda Isamiddin araga tushdi. "Ya qojim, pulni yondurmasa bo'lmaydi." "Nimishqa?" dedi Akbar uningga savol nazarda tikilib. "Isamiddin afandim, biz musulmonlarda o'shir zakot degan bir narsami bor. Bu akimiz bola chaqiliq ekan. Bo'ldi, qilaversin." "Yo'q, bo'lmaydi hojim. Ortiqini yondursin", dedi Isamiddin yana shundoq tarsaliq bilan. "Bu xiyonat bo'lib qoladi." Akbarning g'ujjida ochiqi keldi. Chiroyidagi bayqi royishlik, mehribonlik o'rnini amdi bir xil g'azab va nafrat egilib olgan edi. "Afandim, sizlar hukumat kadrlari musulmon turib, nimandoq beg'araz bo'lib ketdinglar?" dedi u Isamiddinning hissiz ko'ziga tikilib. "Bu pulni o'z roziliqim bilan beryapsam, sizlar nimanchi qilinglar? Bizda qo'ynondan to'kalsa qo'nchinga deydigan gapmi bor-ku?" Akbar shu gaplarni qilib, roy qaytgan holda udul yo'liga mandi. Bir chaqda Isamiddin uning orqasidan yetishib kelib, bir yog'liq uzum bilan bir siqim oshgan pulni uning qo'liga tutqizdi va bezanlik bilan yana o'zining gapini yo'rg'latdi. "Shundoq qilmasak bo'lmaydi hojim. Bu qoida prinsip, silini asirg'anlik." Akbar ochiqini ichiga yutib zuvan surmidi. Bir necha kun ana shundoq xushallik bilan xapiliq biralashgan holda shahar ko'rish, u yer bu yerni ziyorat qilish bilan aldirash o'tib ketdi.
Bugun atigan Akbar o'rnidan turibla o'zini yo'qlab kirgan Hisomiddindan so'radi. Sizlarning bu yerdagi eng cho'ng boshliq kim? Wang Inmo, dedi Hisomiddin. Musulmondan kim? Yana so'radi Akbar. Ismoil Ahmad degan bir kishi bor, deb javob berdi Hisomiddin. U kishining gapi o'tamdi. O'tidi. Undaq bo'lsa, meni shular bilan ko'rishtirsizlar. Hisomiddin apandim, dedi Akbar iltijo bilan. Bo'ladi, men o'qishay, dedi Hisomiddin tomtaq qilib. Bir kun Akbarning kutishi Hisomiddinning o'qishi bilan o'tib ketdi. Atsi Hisomiddin atigandila Akbardan bir narsaning tigiga yetmoqchi bo'lgandek sirliq qilib so'radi. Sizlar ular bilan ko'risizlar nima deydilar? Nima deyishini o'zim bilaman, dedi Akbarmu sirliq qilib. Hech bo'lmaganda deydigan gaplarning mavzusini deb baqsizlar, deb turib oldi Hisomiddin gijanliq bilan. Mening gapim ochiq odam, dedi Akbar taqdi taq bo'lgan holda. Deydigan gapimning mavzusi yurt to'g'risida, xalqim to'g'risida, dinim to'g'risida va o'zimning Qashqarga berishim to'g'risida. Mushular to'g'risida so'zlashsam bo'lar? Bo'lar, dedi Hisomiddin mujmallik bilan. Men yana o'qishay. Ammo atsi Hisomiddin bir parcha gizitni ko'tarib kelib, bu ikki boshliqning birisi Bejingga, birisi Xotanga ketibdi, dedi o'zlari aytgandek talaffuzda. Mana bu vaqtdagi xabar ham suratlar. Bo'ldi, Hisomiddin apandi, bu gapni qo'yayli, dedi Akbar uning so'zini cho'rtla kesib. Mening Qashqarga borgan ishim qandoq bo'ldi? Meni qachon yo'lga silishila? Yana bir oz ta'xir qilsizlar, hojim, dedi Hisomiddin amal bor bu gapdan o'zini afqatishga tirishib. Hozir havo buzuq, Qashqarga aeroplan qatnamayotidi. Bu gaplar uning bahonasi edi. Yuraki to'yg'un Akbarmu buni allaqachon sizib bo'lgan edi. Hisomiddin apandim, aeroplan bo'lmasa mashinada maqsammi bo'ladi, dedi Akbar va necha kundan beri qalbini toshdek besib yotgan dardlarini ixtiyorsiz to'kishga boshladi. Men mushu kunning kelishini 32 yildan beri tashnolik bilan kutib keldim. Dadamning umri yetishmadi. U yurtni ko'rolmay, orzu umidini menga yuklab, bu olamdan ko'z ochiq ketdi. Hisomiddin apandi, sizlar yurtdan, oildan birer yil ayrilib baqqanmi? Judolikning dardini tortib baqqanmi? Lekin men inson bolasining beshiga biz ko'rgan judolik kunlarining kelishini xohlamayman. O'ylab baqsizlar, 32 yil oz vaqtmi? 16 yosh vaqtimda yurtimdan, onamdan, urug' tuqqanlarimdan ayrildim. Shuningdan beri men ularning bor yo'qligini bilmayman. Lekin ularning chiroyi bir kunmi ko'z o'ngimdan neri bo'lgani yo'q. Men tug'ilib o'sgan ashu mahalla, ashu ko'cha, ashu to'puluq yo'llar bir kunmi esimdan ko'tarilgani yo'q. Tova, men bularni so'zlab nima qilay? Bundaq azobni, bundaq kulfatni o'z bashidan o'tkazmagan odam qandoq tushunadi? Akbar birdilla ovozini pasaytdi. Amdi xuddi o'zi bilan o'zi so'zlashayotgandek zaif, miskin ovozda pichirlashga boshladi. Men shuncha ko'p yurtdoshlarning ko'nglini, ko'zini, yurakini o'zim bilan birga elib kelgan tursam, amdi ularmi yurtga borolmay noumid ketarmi? Ah, Xudo, menga rahim qil. Yurtimning tuproqini purab, ko'zlarimga surtishga nasib qil. Onamning chiroyini bir ko'rsat. Agar o'lib ketgan bo'lsa, tuproqini quchoqlashga nasib qil. Akbarning ko'zlari namdaldi. İç-içidan qapsab chiqayotgan dard alam uning nafsini qisib ketyotdi. U asta o'rnidan turib, deraza oldiga keldi. Yipak pardani qayirib derazaning bir qantini ochdi. G'urrida kirgan salqin shamol uning ko'ksiga urilib, demiqqan vujudini sagitdi. Shu topda Akbarga 32 yillik kutishdan ko'ra, mushu bir necha kunlik kutish og'irroq tuyulayotdi. Burun u amalsiz edi. Musafa yiroq, yo'l taqoq edi. Baray deb borolmaydi, ko'ray deb ko'rolmaydi. Lekin endi-chu, talay dengiz, okean, tog' davonlar orqada qoldi. Akbar vatanning janubiy ig'zidan kirib, g'arbga keldi. Uning dastlab turg'ini vatan tuproqi, nafaslanib turg'ini vatan havosi edi. Akbar faqat yana bir necha qadam mangsila, kindik qani to'kilgan
ajdodlar xoki to'zib turgan ona yurtiga boralaydi. Lekin u hozir qanoti bo'g'ishlangan qushdek bo'lib qolgan edi. Qaramoqqa erkindek ko'rinsimi, lekin xohlagan vaqtda uchib, xohlagan yerga borolmaydi. Bo'g'ishlangan yipning bir uchi Hisomiddinning qo'lida edi. Akbarning boyiqi so'zi va ayonchilik qiyofati bugun Hisomiddinga qattiq ta'sir qildi. Bir odam har qancha bag'ri tosh, vijdoni sus bo'lsa-mu, lekin uning vujudida yanada mehr tuyg'usi bilan qahr qudrati tang mavjud bo'ladi. Bir ishlarda mehr tuyg'usi g'olib kelsa, yana bir ishlarda qahr qudrati g'olib keladi. Bugun Hisomiddinning vujudidagi uzoqdan beri besilib yotgan mehr tuyg'usi asta-asta ko'tarilib, ustunlikni egillagan edi. Uning Akbarga ichi og'ridi, hissdoshligi qo'zg'aldi. Demisimi, bir odamning 32 yildan beri yurtdan ayrilib, amdi yurtning bo'sog'isiga kelganda u yerga bora olmay, noumid qaytib ketishi umrlik alam qiladigan ish emasmi? Bundaq alamga yurak qandoq chidaydi? Shularni o'ylagan Hisomiddin o'z tabiatiga mos kelmaydigan bir xil qat'iylik bilan mundaq dedi: "Ko'ngillarni buzmaslar Akbar ajim. Men sizlarni tez orada Qashqarga yo'l silishning amalini qilaman. Xudo buyursa murad maqsadlarga yetgaylar." Odam yurakdagi mehr muhabbatni izhor qilib, shuningga tushliq ko'ngildagidek javobga erishganda xushal bo'ladi, xotirjam bo'ladi. Hisomiddinning so'zi tunji qatim Akbarning yuragiga xushallik va xotirjamlik baxsh etdi. Degandek, 3 kundan keyin Hisomiddin xush xabar ilib keldi. Ertasi tushdan keyin Akbarni aeroplan bilan Qashqarga uzatib qo'ydi. Aeroplan bulutlar orasidan sho'ng'ib, asta-asta pastlashga boshladi. Bir qizning yiqimliq ovozi muzikalar orasidan larzon laylab chiqdi. "Hurmatli mehmonlar, yana 5 minutdan keyin aeroplan Qashqar aerodromiga qo'nadi." Akbarning yuragi hayajondan qattiq so'qib ketdi. Bu yurak burun xuddi dodlashib to'xtab qolgan soatga o'xshash ovozsiz edi. Amdilikda bo'lsa, yurtning bahori, yurtning havosi, yurtning zavqi bilan hayotning jo'shqin, yangroq muzikasini chalishga boshlagan edi. Ah, Tangrim, g'irib singan, intizorlikqa to'lgan ashu uzoq hayot musofasi nima degan kulfatlik edi, ha? Akbar judolikning dardini bakmu uzoq, bakmu ko'p tortdi. 30 necha yillik tashnalikda uning lavlari gazlashib, dili qog'jirab ketgan edi. Shu topda ular emas, balki tabiatmu, barliq jon-jonivorlarmu xushal edi. Shunga ular butun ishqi bilan go'zal bir kuyni kuylayotdi. Bu kuyda tashnaligi qongan yurakning baxti, xushalligi va olamcha muhabbati mujassamlangan edi. Akbar aeroplanning ishigidan kang bo'shliqqa beshini chiqarib, yurtning saf va illiq havosini sumurib, uzoq nafas oldi. Hayajondan yaproqdek titrab turgan tini rohatlandi. Shod xuramliq bilan qayg'u hasrat aralashib ketgan qo'ng'ir ranglik yuzi issiq yosh bilan namlandi. Akbar aeroplan shotisidan tushdi. Putlarini qattiq besib, o'zining saltanatlik makoniga qadam qo'ydi. Uning vujudi 30 necha yildan beri his qilib boqmagan ajoyib issiq va yiqimliq bir sizimdan erib ketadigandek mast xush holatga kelgan edi. Akbar ketib o'tib, put-qo'li go'yo tuyuqsiz madordan ketgandek lassada yugunib o'ltirdi. Namozga sajda qilgandek ikki qo'li bilan yerni teridi. Ondan manglayini ana sutidek pok va halol tuproqqa yiqib, uni qong'icha purdi. Bu uning ana yurtqa bo'lgan salimi, hurmati va o'tliq sevgisi edi. Bu hech qanday sevgiga o'xshashmaydigan, hech qanday kuch yo'q qilib o'tolmaydigan, faqat yurakla tushunoladigan yegona, sirliq va mangulik muqaddaslikka ega ilohiy sevgi edi. Akbar tuproqdan beshini ko'tardi. Shu hamon uning ko'ziga yiroqda o'ziga qarab qo'l-qo'langlatib talmurib turgan bir muncha odamlar ko'rindi. U garchi aniq farq qilolmasmi, lekin ashu odamlarning ichida
onasi bilan urug' tuqqanlarining borligini bag'ri sezib turadi. Rost, Akbarni qarshi ilishga chiqqan ashu odamlar ichida chechi kumushdek oqirib, bilim mukchaygan, ko'zining xuni ketib, sham chirog'dek pildirlab qolgan onasi Xontilla va uni ikki tarafidan yo'lab turgan ochisi Mastura bilan singlisi Fatima bor edi. Hammadan qiziqi, ularning ichida Akbar texi ko'rib boqmagan, ammo bu yil 30 yoshdan halqib bejirim yigit bo'lib qolgan inisi Safar hammadan bak tipchaklab, bo'yindab, akam qandaq odam bo'lg'ayti degan qiziqish bilan uni ko'rishga taqozo bo'lib turadi. 30 necha yillik ig'ir judolik dardida yuraklari laxta bo'lib ketgan bu qon qarindoshlarni aerodromda bundaq qizg'in va tasodifiy uchrashtirish Yisamidinning to'hfisi edi. U tunugun Qashqardagi muhojirlar ishxonasiga telefon berib, hamma ishni ko'ngildagidek o'rlashtirib qo'ygan edi. Akbar aerodromning gullikidan bir siqim tuproqni siqimdab o'rnidan turdi va o'zini kutib turgan kishilar to'piga qarab mandi. U shu topda butun vujudini larziga solgan hayajon bilan mang'atdi. Xushalliq va umidga to'lgan qadamlar bilan mang'atdi. Yurak bag'ri o'rtangan holda mang'atdi. Visal shodligida jon jahli bilan mang'atdi. Xuddi xushalliqdan, hayajondan ilishib qolgandek, ana quchqiga o'zini atmoqchi bo'lgan yetim qo'zidek taqozzoliq, qizg'inlik bilan shaturdek qadam tashlab mang'atdi. Akbarning qadam izidan go'yo yiqimliq muzika navosi, sho'x naqsha sadosi yangragandek, hamma yer xushalliq tantanasiga cho'mgan edi. Yiroq Oqbosh tog'lardimu, cho'nqur jirodagi sharqiroq sulardimu, ko'p jurgan dalalarni qoplab yotgan yeshil maysalardimu, rang-murang ichilgan cho'l gullaridimu, suvlari yo'llarga teshib chiqayotgan eriq o'stanglardimu, mana shu xushalliq bilan visol jilvisi tantana qiladi. 1995-yil aprel, 1998-yil mart. Makka, Ravalpindi, Qashqar, Urumchi. Tugidi.